mayli u rasm bo'lsin, mayli nim bo'lsin, klass orqali tatib olsak, qaysi nimga tatsak bu klassni bu yerda tushundirmoqchi bo'lganimiz, yolg'iz rasm bilan emas, siz xohlagan bir narsaga klass qo'llaydigan, klassni qo'llaydigan har qanday bir narsaga tatib olsangiz, bu programma ijro bo'laveradi. Buningga diqqat qilishingiz kerak. Ham 3-chi xil program yozgan vaqtida bundaq bir xil program yozish shaklimiz bor. Oldiga quduq belgisi kelib. Quduq belgisi kelib yozilganlar bo'lsa, ID orqali tatildi. Masalan, Muxtar deb bir program qurdim. Buningki background colorsi qizil rang qilib qo'yayman, ha? Background colorsi. Yo'q, bo'ldi, qizil qilmay. Yeshil rang qilib qo'yay, ha? Yeshil rang qilay. Buningki kengligi 255 px olsun. Egizligi 125 px olsun. Bu shundaq bir parametr bekitdim. Yani bir div bekitdim demekçi. Her şekilde div'ga tatılsın bulardı. Endi men buni div'ga id orqali tatay alayman. Mesela bir div mayaga div aldım. Div id deganim tang. Mayada mana Muxtar deb chiqdi. Bu Muxtarni mana shunga tatib birma. Tatib bergandan keyin bu div'ni itib etsam, bu yerga bir div shakli chiqarib birdi. Ya'ni bu div'ninki kengligi 255 px, egizligi 125 px, oq ko'rinish rangi mushkil rangda bo'lgan bir div'ni hosil qilib birdi. Men programni ko'rib boqay. Ko'rsam, mana bu yerda yeshil rangli bir div hosil bo'ldi shundaqmi? Bir div'ni hosil qilib birdi. Bu CSS kodi dal mana shundaq narsa. Betning qurilmasi o'rinlashtirishi qarta analiz etib berdi. Biz bu yerda yozganda bodyning ichiga bir qancha program yozdik. Birinchisi image. Image deganimiz HTML da rasm tatishni ko'rsatadigan kod. Class deganimiz bo'lsa bir tip, bir turni ko'rsatadi. Ya'ni mushu my image degan bir tipdagi programmani mana shu yerga tatib birma deganni ko'rsatadi. src bo'lsa ulanmani ko'rsatadi. Ya'ni ulab birma deganni ko'rsatadi. Axis bo'lsa ulanmaning adresi, mouse, ulanmaning programning oxirlash kodi. A bo'lsa xat yozilganini ko'rsatadi. A deganimiz masalan ingliz tilidagi A go odatda ABCD harf yozsak A'dan boshlandi. Shunga bu A kelganda bu yerda bir xat bor ekan, bir ulanmagan, ulanmagan bir xat bor ekan deganni ko'rsatadi. Albatta ulanmasini yozib bersak bo'ladi. Shunga ikkisining orasiga xat yozamiz. Xat yozildi. Bu tekst ekanligini ko'rsatdi. Tekst bo'lgandan keyin tekst oxirlashdi buni ko'rsatdi. Ammo div deganimizni bir qancha xil tushunishga bo'ladi. Div degan narsa qavatlashtirilgan narsa. Masalan, bir varaq, ikki varaq deganda qavat ustiga qo'yganga o'xshash qavatlashgan narsa. Bu div bir qancha xil bo'ldi. Birisi odatdagi div, qavatlashgan div, ikkinchisi IP-lik div, ya'ni muqim IP bekitilgan div. Yana birisi harakatli div, mana shundaq divlar bo'ladi. Biz buni div, IP div deymiz. Ham div hozir odatdagi divsini men id orqali CSS kod parametrini sepildim. IP div deb ayrim bir divlarimiz bor. Qavatlashtirish ko'p ishlatamiz. Mana shundaq divlar bo'ldi. Bu div deganimiz o'zi bir parcha qavat. Misolga olsak, mana shundaq bir qavatni ko'rsatadi, bir parcha qavat. Bu qavatni qana qilinman yo'tkab olib bir yerga qo'ysam bo'laverdi. Programmada yana bir rasmning ustiga yoki buning ustiga qo'ysam bo'laverdi. Bundaq bo'lishi bizning programmadagi ijodiyatimizga nihoyat yaxshi ta'sir ko'rsatdi. Shunga biz buni ko'p ishlatamiz divni. Ham bat nihoyat chiroyli chiqdi. Ham qolgan kodlarni sizlar tunisizlar. Asta-asta yana texnik tafsil tunishimiz.